qadidan baland yurtdoshlar, mana bugun Feyzi Turg'un akalar xonadoni farzandlari Muhammad Ayfjonni tug'ilgan kuni munosabati bilan tashrif buyurganmiz. Bloger Ravshan Norov jamoasidan tashkil topgan bir guruh jamoadoshlar bugun sizning xizmatingizda bo'ladi. Keling, Feyzi davramizga kechamiz qiroli Muhammad Ayfjonni chorlaymiz. Muhammad Ayfjon ham ota-onasi bag'riga mehr daryosidan suv ichib, sadoqat bog'larida bo'y cho'zib, ota-onasi orzu qiladigan, eli yurtda orzu qiladigan, ma'naviy yetuk, salohiyati yuksak, jismonan baquvvat inson bo'lib voyaga yetsin. Albatta siz bilan bizlarga esa qatorimizdan xato bo'lmasdan mana shu o'g'lonni baxt kechasiga ham diydorlashmoqlikni Allohim nasib etgan bo'lsin. Qarang, chaqaloq dunyoga kelsa, ona ertangi kunimni egasi tug'ildi deb quvonsa, naslning davomchisi yaralgandan ota qalbi quvonchga, g'ururga to'lar ekan. Alloh bergan oliy ne'mat nabiradan esa boboyu buvilarning boshlari osmonga yetar ekan. Ana shunday baxtdan bugun boshlari osmon Muhammad Ayfjonni katta onajonlarini, bobojonlarini mikrofon qarshiga chorlaymiz. Keling, Allohni yetkazganiga shukr deb fazli davramizga qadam ranjida qiling. Turg'unjon onajonlari, Mo'xchaqra deyishdi onajonlarini, Baxtinur qizimizning onajonlarini mikrofon qarshiga chorlaymiz. Keling onajonlar. Nabiralar muborak bo'lsin. Mana bag'ri butunlikka mana shuni uylanish to'yiga ham ko'rishaylik deb bir chiroyli tabriklab qo'yasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun nevaram Muhammad Ayfjonni tug'ilgan kunlari. Tug'ilgan kunlarni ko'pini nishonlayursin. Nasib bo'lsa, mana shu farzandim Turg'unjon bularni baxti kamolini ko'rsin. To'ylar qilaylik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Boshimiz faqat to'ydan chiqmasin. Nasib bo'lsa, mana shu nevaralarim mustaqil O'zbekistonimizga munosib yigit qizlar bo'lsin, o'qimishli bo'lsin, bizlarda qadamlarimizda bosadigan yigit qizlar bo'lsin, nasib bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun nabiramiz Muhammad Ayfjonni tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Shu nabiralarimni hamma nabiralarimga Muhammad Ayfjonga va Subaya nabiramga uzoq umr tilayman. Ilohim ota-onasini huzur halovatini ko'rsin, umrlari uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Bizlar ham mo'masini aytamiz, mana shularni baxti kamolini ko'rib yurishlikni nasib etsin Xudo. Yaxshi kunlar bo'lsin. Sunnat to'ylariga mana shundan ham yaxshi yig'inlarda kelingizlar. Yaxshi kunlar bo'lsin. Katta yigitlar bo'lib ketaversin. Qarang do'stlar, o'g'il farzand aytar ekan, ona sizga Makka qarzim bor. Qiz farzand aytar ekan, ona sizga jannat qarzim bor. Keling, xudochiligimiz Allohim ming yilchilik bo'lsin. Mana shu Muhammad Ayfjonni uylanish to'yiga ham ana shunday bag'ri butunlikka ko'rishaylik deb bir-birlaringni qat-qat bag'rlaringga bosib, bosh qutlab qo'yasizlar. Sizlar qarsak bilan olqishlab turasizlar. Qani kim zo'r bo'lsa ko'tarib qo'ysa ham mayli. Ochilsang jannatga eshikdir dunyo. Hofiz qidirgan qo'shiqdir dunyo. Niyatim hech qachon kamlik ko'rmangiz. Siz ham meni hech qachon g'amlik ko'rmangiz. Keling. Assalomu alaykum, hurmatli
mana shu yerga yig'ilgan mehmonlar, mezbonlar, mana bugun jiyanchamiz Muhammad Ayibjonni tug'ilgan kunlari ekan. Men bu yigitchamizga dunyodagi jamiki ezgu tilaklarni tilagim keladi. Istaymanki, doim bosgan izlari baland, martabasi baland, elga, xalqqa naf tegadigan eng ulug' insonlardan biri bo'lsin. Mana shu buvijonisi, dadajonisiga munosib bo'lgan, O'zbekistonimizga xizmat qiladigan buyuk shaxs bo'lib, kelajakda hammamiz bir havas bilan qaraydigan ajoyib bir yigit bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Rahmat. Turg'unjon qani? Turg'unjon, tug'ilding, oila quvonchga to'ldi. Uyingga yoqildi yorug' shamchiroq, yuzingga dardlardan armon ko'rdim. U menga quvonchdan toli yo'q edi. O'ting hazilmas, to'y qilmoqchiman. To'yimning boisi farzand bor dedi. Loqim mana shu Muhammad Ayibjon ham ota-onasi bag'riga mehr daryosidan suv ichib, sadoqat bog'larida bo'y cho'zib, ota-onasi orzuqladigan ulug' inson bo'lib voyaga yetsin. Qani Turg'unjon, onajonlar qani, Baxti Nurjon, kelinglar qani. Keling Turg'unjon. Qani oilalari, keling, yonginasiga keling. Tog'day bilib turing. Nabiralar muborak bo'lsin. Kelganlar hammasiga rahmat. Shu o'g'ilchamiz katta yigitlar bo'lsin. El yurtiga xizmat qiladigan bola bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu kelganlarning hammasiga rahmat. Mana farzandlarimiz ham katta yigitlar bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Xizmat qilib charchamangizlar. Rahmat. Keling, o'zbegimni yaxshi kunlariga, to'ylariga, an'anaga qolgan tortkizi marosimini ham albatta do'stlar davrasiga o'tkazib bo'lsak-a. Ravshan Nur kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar, o'rtoqlar.
Abdurrahman'ım o.
albatta duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi deyishadi. Bir nuroniy onajonlarimizni duolarini olamiz. Kelinglar, qani qo'y onajon turuvdilar sherga. Qanilar onajon, kelinglar, qani bu chiroyli duo qo'yasiz. Muhammad Ayfjonni, Turg'unjonni, Baxtniroyni bir chiroyli duo qilib qo'yasiz. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun Turg'unboyda hovlisida yig'lar ikamiz o'g'li kim? Muhammad Ayfning tug'ilgan kuniga yig'lar ikamiz. Muhammad Ayf katta yigitlar bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, yuzi yorug' bo'lsin, yo'li ochiq bo'lsin, omadini bersin, ofiyatini bersin. Yana Turg'unboyda yana ular ko'rsin, katta to'ylar qilsin. Turg'unboyning kelinjon qo'shsha qarisin. Shular huzur va halvatini ozoda bo'lam ko'rib yursin. Shu uyda katta to'ylar bo'lsin, yaxshiliklar kunlari ko'p bo'lsin. Hammalaringiz kelganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham uylaringizga katta to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammamizni mana shunday kunlarga yetkazsin. Aman
xizmatingizda Rustam Norov boshchiligidagi jamoadoshlar bugun sizni xizmatingizda bo'ldi. Azizlar, hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Bolachamiz umri uzoq bo'lsin, sog'lik salomat bo'lsin. Sizni xizmatingizga Shoira opamiz bo'ldi, qassoqlar. Albatta biz siz bilan xayrlashmaymiz. Doimo yaxshi kunlarga, to'ylarga ko'rishguncha deb qolamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol. Xayr, sog' bo'ling.